Mamlakatimizning barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta'lim, kasbiy ko'nikmalar olishi hamda bandligini ta'minlashga ko'maklashish, tadbirkorlik va boshqa tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, bir so'z bilan aytganda, ayolning chinakam baxtli yashashi, intellektual va ma'naviy yuksalishi, kasbiy, oilaviy hamda jamiyat hayotidagi majburiyatlarini hamohang tarzda bajarishi yo'lida keng qamrovli davlat siyosati amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz prezidentining 2022-yil 7-martdagi tegishli farmoniga muvofiq jamiyat hayotida faol ishtirok etayotgan har jihatdan ibratli xotin-qizlarni aniqlash, ularning faoliyatini keng jamoatchilikka yaqindan tanishtirish hamda ilg'or ish tajribalarini ommalashtirish maqsadida o'tkazib kelinayotgan Yil ayoli hamda gender tenglik faoli milliy tanlovlari ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijalaridan biriga aylandi. Kuni kecha mazkur bellashuvning Toshkent viloyati bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Olmaliq shahrining Metallurg madaniyat saroyida tashkil etilgan tantanali tadbirda Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev, Olmaliq metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining xodimlar va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Sadi Shermatov hamda soha mas'ullari ishtirok etishdi. Marosimda viloyat hokimi yig'ilganlarni yaqinlashib kelayotgan yangi 2026-yil bilan samimiy qutlar ekan. Mamlakatimizda ayollarni e'zozlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini alohida ta'kidladi. Lekin jamiyatga gender tenglik termini kirib kelishi xotin-qizlarning jamiyat boshqaruvidagi rolini oshirib berganligiga o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Bugun qaysi sohaga qaramay xotin-qizlar vakillari bor. Yilning eng vatanparvar, olima, ilg'or tadbirkor, uy bekasi, ijodkor, o'z ishining ustasi kabi nominatsiyalar bo'yicha g'olib bo'lgan nomzodlarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Yil ayoli tadbiri nafaqat tanlov, balki xotin-qizlarimizni har bir sohada iste'dodini ko'rsatib berish uchun qo'yilgan qadamdir. Bu milliy tanlov orqali biz har bir sohada o'zimizning kasbiy faoliyatimizdan tashqari qo'shimcha tarzda amalga oshirilayotgan ishlarimizni do'stlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Bu tanlovda uy bekalari ham qatnashayotganligi hamma sohaga berilayotgan e'tiborning namunasidir. Men eng kuchli ma'naviy va ma'rifiy targ'ibotchi yo'nalishida ishtirok etdim. Bu yo'nalishda kasbiy faoliyatimdan tashqari Toshkent viloyati bo'ylab, Angren shahri bo'ylab, respublikamizning barcha hududlari bo'ylab olib borayotgan ma'naviy ma'rifiy targ'ibotlarimni namoyon qildim. Ayniqsa ma'naviy ma'rifiy targ'ibotlarimda tarixga nazar soldim. Yurtimizning ziyoratgohlari, diqqatga sazovor joylari hamda muzeylari va muzeylarga kelayotgan ashyolarning yurtimizning arxeologik obyektlardan olib kelinayotganlari va bular orqali yoshlarimiz tarbiyasiga berilayotgan e'tibor, vatanimiz tarixini yuksaltirish orqali ma'naviyatimizni yuksaltirishga erishayotganligimni ko'rsatib berdim. E'tiborlisi, Olmaliq metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati gender tenglikni ta'minlashda eng faol respublika darajasidagi davlat organi nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topilib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Tadbirda kombinatning oltin qo'llar iste'dodli ayollar klubiga a'zo ishchi xodimlarning qo'l mehnati bilan tayyorlangan ijod namunalari ko'rgazmasi va milliy liboslar namoyishi ham taqdim etildi. Ayol ma'rifati jamiyat taraqqiyotining mustahkam poydevori shiori ostida bo'lib o'tgan tadbirda eng namunali mahalla xotin-qizlar faoli milliy tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari ham taqdirlanishdi. Toshkent viloyatining eng faol ayollari e'tirof etilgan tadbir Metallurg madaniyat saroyi badiiy havaskorlik jamoalarining konsert dasturi bilan yuqori kayfiyatda davom etdi. Biz esa g'oliblarga tanlovning respublika bosqichida ham omad yor bo'lishini tilab qolamiz.